Dugonam bilan ikkalamiz 69 yashab yetgan paytimiz akam kirib qoldi. Ikkalamizni ham shu holatda rasa do'stlar talablariga binoan kattalar videosi Telegram kanalini ochdik. Kimga qiziq bo'lsa, kommentda qoldiraman. 10 mingdan ortiq videolar bor. Kirib bemalol 5 ga 1 ni urishingiz mumkin. Salom aziz obunachilar. Yana siz bilan uchrashib turganimdan juda xursandman. Bugun sizni ehtirosli rivoyatlarga boy yangi hikoya kutmoqda. Men va dugonam azaldan juda yaqinmiz. Bolaligimizdan beri qo'l ushlashib, sirlarimizni bo'lishib, baxtli lahzalarni birga o'tkazganmiz. Lekin so'nggi yillarda oramizda boshqa bir narsa paydo bo'ldi. Bu oddiy do'stlikdan ham ortiq, yurakni tez urdiradigan, ba'zida so'z bilan bera olmaydigan tuyg'u edi. Obha kuni kechqurun men uni uyimizga taklif qildim. U uyalibgina keldi, ammo ko'zlarida allaqanday jilva bor edi. Biz birga choy ichib uzoq suhbatlashdik. Gaplarimiz oddiy ko'rinsa ham, ichimizda yashirin bir ehtiros to'lqinlanib turardi. Dugonam yonimda o'tirganda yuragim qattiq ura boshladi. Uning qo'liga qo'lim tegib ketdi. Shu oddiy teginishning o'zi meni butunlay boshqa olamga olib ketdi. U ham buni sezdi. Ko'zlarimiz to'qnashib qoldi. Ikkalamiz ham jim qoldik. Go'yo atrofimizdagi dunyo to'xtab qolganday edi. Bir lahzadan so'ng u jilmayib qo'ydi. Men esa uning jilmayishini butunlay erib ketdim. Shu onda ichimdagi sirli tuyg'ularni yashira olmadim. Unga yaqinlashdim. U ham qarshi emasdi. O'sha tun bizni bir-birimizni butunlay boshqa ko'z bilan ko'rishga majbur qildi. Bizning suhbatimiz asta-sekin hissiyotlarga aylanib bordi. Uning ovozi, qo'llarining mayinligi yonimda o'tirganida taralgan meni o'ziga tortardi. Bir payt qarasam, qo'llarimiz bir-biriga qattiqroq yopishib qolgan. Ko'zlarimiz esa ajralmas darajada yaqinlashgan edi. Shu payt birdan eshik ochilib akam kirib keldi. Biz ikkimiz ham sapchib ketdik. Dugonam yuzini yashirishga urindi. Men esa noqulay vaziyatdan qizarib ketdim. Akam esa hech nima demadi, faqat hayron qarab turdi. U bir zumda hammasini tushunib yetganday edi. Xonaga og'ir jimlik cho'kdi. Men yuragim qanchalik tez urayotganini yashira olmadim. Dugonam esa boshini quyi soldi. "Kechirasiz", dedi akam ko'zini olib qochib. Men bilmagan edim. U sekin o'rtga qaytdi va eshikni yopdi. Shundan keyin biz ikkimiz bir muddat jim qoldik. Nafas olishimiz ham og'ir edi. Ammo shu hodisa bizni qo'rqitib yubormadi. Aksincha yanada yaqinlashtirdi. Chunki bu vaziyatda his-tuyg'ularimizning naqadar chin va kuchli ekanini angladik. Men dugonamning qo'lidan yana ushladim. U ham jilmaydi. Ko'zlarida iliqlik bor edi. "Bilasanmi?" dedim sekin. "Men hech qachon bunday tuyg'uni boshdan kechirmaganman." U ham menga qarab, "Men ham", dedi. "Lekin yuragim sendan boshqa hech kimni xohlamayapti." Bu so'zlar meni butunlay o'ziga rom qildi. Shu tun biz bir-birimizning dardimizni, quvonchimizni, orzularimizni aytib chiqib, chin dildan quchoqlashdik. Hech qanday yashirinlik qolmadi. Akam esa keyinroq yonimga kirib, sokin ohangda gapirdi. "Men boshida hayron bo'ldim, lekin seni tushunaman. Eng asosiysi, siz chin dildan bir-biringizni qadrlaysiz." Bu so'zlar biz uchun katta dalda bo'ldi. Chunki his-tuyg'ularimizni tan olish eng qiyin qadam edi. Biz esa bunga jur'at topdik. Oradan ko'p vaqt o'tdi, lekin o'sha tun yuraklarimiz ilk bor bir-biriga ochilgan. Ehtiros va mehr aralashgan tun biz uchun unutilmas bo'lib qoldi. Obha oqshom osmonda oy yarim chog'lanib turardi. Shamollar sog'in, atrof esa g'ira-shira edi. Dugonam uyimizga kelishini aytganda, yuragim allaqachon hayajondan qattiq ura boshlagandi. U mening eng yaqin insonim edi. Ammo so'nggi paytlarda unga nisbatan paydo bo'lgan tuyg'ular oddiy do'stlikdan ancha narida edi. Eshik qo'ng'irog'i chalindi. Yugurib chiqib eshikni ochdim. U eshik oldida jilmayib turardi. Oddiygina kiyimda. Ammo u qanchalik oddiy bo'lmasin, men uchun hamisha o'zgacha go'zal ko'rinardi. Uning jilmayishi ko'zimga iliq tong nuriday ta'sir qildi. "Kirdingmi?" dedim sekin. "Men seni kutayotgan edim." U sekin boshini qimirlatdi. "Men ham seni ko'rishni juda istadim", dedi. Biz ichkariga kirdik. Dasturxon ustida choy va shirinliklar bor edi. Avvaliga oddiy suhbat boshlandi. Maktabdagi esdaliklar, hayotdagi kulgili voqealar haqida gaplashdik. Lekin suhbatimiz orasida ko'zlarimiz tez-tez to'qnashib qolardi. Har gal shunday bo'lganda, yuragim beixtiyor qattiqroq ura boshlardi.
Bir payt u qo'limga teginib yubordi. Shu oddiy teginishning o'zi meni larzaga soldi. Uning qo'llari mayin iliq edi. Men qo'limni tartib olmadim. U ham yo'q. Shu topda gaplarimiz sekinlashdi. Faqat yurak urishimizni eshitganday bo'ldim. Bilasanmi? Dedi u asta. Men senga aytishga jur'at topa olmagan gaplarim bor. Men unga qarab beixtiyor jilmaydim. Men ham. Bir lahza davomida atrofimizdagi dunyo yo'qolganday bo'ldi. Faqat ikkovimiz va yuraklarimizdagi sirli ehtiros qoldi. Uning ko'zlari shu qadar yaqin ediki, go'yo butun borliqni unutib, faqat unga tikilib turdim. Shu onayoq biz bir-birimizni quchoqlab oldik. Bu quchoqlashda oddiy do'stlik emas, balki chin yurakdan chiqqan yashirinib kelgan tuyg'ular bor edi. Uning nafasini his etdim. Qo'llarining titrog'ini sezdim. Yuragimdagi ehtiros tobora kuchayib borardi. Lekin aynan o'sha onda eshik ochilib akam kirib keldi. Biz ikkimiz ham sapchib ketdik. Dugonam yuzini yashirishga urindi. Men esa noqulay vaziyatdan qizarib, nima deyishni bilmay qoldim. Akam esa joyida qotib qoldi. Ko'zlari hayron bo'lib bizga qarardi. Bir necha soniyalik og'ir jimlik cho'kdi. Men bilmagan edim, dedi akam. Sekin, kechilasizlar. U shunday deya ortga qaytdi va eshikni yopdi. Xona ichida sirli jimlik hukm surdi. Yuragim hali ham tez ura boshlardi. Dugonam esa boshini quyi solib, qo'llarini titratib turardi. U bizni ko'rib qo'ydi, dedi u titroq ovozda. Ha, dedim men. Lekin bu uyat emas, chunki bizning tuyg'ularimiz uchun. Men uning qo'lini yana ushladim. Bu safar yanada qat'iy edim. U ko'zlarini ko'tardi. Ularda yosh jilvalanib turganini ko'rdim. Men senga boshidan beri boshqacha qarardim, dedi u sekin. Lekin qo'rqardim, odamlar nima deydi deb. Dugonajon, dedim men. Ba'zida odamlar nima deydi, bu muhim emas. Muhim bo'lgani yuragimizda nima borligi. U sekin jilmaydi. Bu jilmayishda ham hijolat, ham yengillik, ham chuqur mehr mujassam edi. Biz yana uzoq suhbatlashdik. Oramizdagi ehtiros so'zlar, qarashlar, quchoqlashlar orqali ifodalandi. Lekin biz chiziqni buzmadik, chunki bu voqeani samimiy, sof usullarimiz bilan saqlab qolishni xohladik. Bir payt akam qaytib keldi. Bu safar eshikni taqillatib kirgan edi. Uning yuzi jiddiy, ammo ko'zlarida tushunish alomatlari bor edi. Men sizlardan bir narsani so'ramoqchiman, dedi u. Bu tuyg'ularingiz rostmi yoki bu faqat vaqtinchalik hayajonmi? Men dadil qarab, rost, dedim. Biz chin yurakdan bir-birimizni qadrlaymiz. Dugonam sekin boshini qimirlatdi. Ha, bu rost. Akam chuqur nafas oldi. Mayli, dedi u. Men sizlarni tushunaman. Muhimi bir-biringizni aldamanglar. U shunday deb chiqib ketdi. Shu tun biz uchun tarixiy lahza oldi. Biz o'z tuyg'ularimizni yashirmay o'zimizni topdik. Obha kecha ehtirosli, samimiy va unutilmas edi. Bizning hayotimiz endi avvalgiday bo'lmasdi. Oradan yillar o'tdi. Bizning do'stligimiz sevgimiz esa hayotimizning eng go'zal hikoyasiga aylandi. Ammo men hanuzgacha o'sha oqshomni, yuraklarimiz ilk bor bir-biriga ochilgan tunni unuta olmayman.